شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz oldingi soatlik darsimizda Sura Baqaraninki 27 oyatini o'qib oxirlashgan. Ya'ni fosiqlarning 3 turlik sifati haqida so'zlagandik. Fosiqlar birinchidan ahd misoqni buzudi, va'dani buzudi. Ikkinchidan Allah ulaşqa buyurgan ishlarni uzdi. İnsanlık, ademiylik, İslami münasebetlerini bula üzüdü. Üçüncüsü yaman işlarni qiladi. Buzg'unchilik qiladi, buzuq ishlarni qiladi. Ya'ni tartibni buzadigan, ijtimoiy kishilik munosabatdan tortib, omonatdorlikdan tortib, dunyodagi normal hayot tartibiga ta'sir ko'rsatgan butun ishlarni qiladi deb fosiqlarningki sifatini bayon qilgandik. Endi ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bizga mu'minlarning sifatini berib bo'lgandan keyin kuffarlarning sifatini berdi, munofiqlarning sifatini berdi, fosiqlarning sifatini berdi. Alloh bularga, bu 3 toifaga, munofiq, kuffar, mushrik, fasiq qatorliq 3 toifaga yuqorqi sifatlarni berib bularni bayon bizga bulardan hazar aylash haqida signal urib bo'lgandan keyin gapni bevosita bularga qaratyotdi. Davatdiki kayfa takfuruna billah. Oyatning 5i bir savol olmishilan, ya'ni savolni ifodalaydigan so'z bilan boshlandi. Sizlar Allohga qandoqmi kofir bo'lasizlar davatdi. Bu yerdagi Alloh qo'llangan kayfa degan so'z arab tilida, uyg'urdagi qandoq degan so'z. Amaliyotda asli qo'llanishda bu tushunmagan narsalarni boshqalardan tushuntirishni talab qilish, boshqalarning ahvolini so'rashni ifodalash uchun qo'llanadigan so'z. Lekin ma'runda ularga qo'yilayotgan kuchli bir dalil soyasi ostida bularning hozirgi ahvolidan, ya'ni nifoqidan, fosiqligidan, mushrik kufrlaridan ta'ajjub shaklda shunchalar dalillar turib sizlar Allohga qandoqmi kofir bo'lasizlar. Bu dalillarning eng yorqini, hatto sizlar e'tirof qilmay amal yo'q dalildan birisi va kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un davatudu. Bayon qilingan va bayon qilinmagan nurg'un dalillar bor. Mayli o'zimizda olsun, o'zimizning yaratilma qurilmalarida olsun, yaşayotgan kundelik turmushlarımızda olsun, yoki dunyodagi atrofimizga qarab baqsaq, cho'ng osmon zamindan kichik atrofimizga kichik hayvonlar qadar nurg'un dalil paketlar bor. Tamam, bularning ba'zisini e'tirof qilib, ba'zisini e'tirof qilmasliklar mumkin. Ammo dunyoda kim bo'lsin, jinsi qanday odam bo'lsin, e'tiqodi qanday bo'lsin, e'tirof qilmay turolmaydigan bir haqiqat va bir dalil bor. U bo'lsa o'lim masalasi. Ölüm meselesiga qarab bakınlar. Ölüm meselesinin jarayoniga qarab bakınlar. Bununla tabir izlab, tabir birib bakınlar. Bunundan tabii ki başka özür tapanmaysizlar. Üzanlarga bana qodek bana tapanmaysizlar. Maştaq ahval astida qandaqmı Allah'a kafir olasizlar. Allah'ni qandaq inkar qilasizlar da'vatudu. Oyatning oxirisi va kuntum sizlar jonsiz o'lik edinglar. Sizlarni tirildirdi, andikin öldürdü, andikin tirgizdi. Ahırda Allah tarafıga qaytırılıslar. Deb ölümning bayonotini bulardi. Yani ölüm meselesini o'tirib qo'yadi. Abdurrahimahulloh bu yerda bizga mushu oyatning tafsiliy ahvolini tushuntirib bunday boshladi. Yani kayf degan so'z
Tilda bir adamning ahvolidan so'rash uchun ishlatiladi. Alloh subhanahu va taolo bu so'zni bu oyat karimada so'rash maqsadi bilan keltirmadi. Balki yüz birishi loyiq olmagan, yüz bermasligi kerak bo'lgan ajoyib bir ishning tushuntirishini talab qiladi. Bu nima ish bu? Sizlar inkor qilolmaydigan bir haqiqat va bir dalil va mayada. Sizlar uni rad qilolmaydigan bir dalil va bu yerda. Ashta turib, nima deb Alloh kofir bo'lsa degandek shaklda keltiryapti. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatlarda bayon qilgan osmon zaminning yaratilishi, kishilarning yaratilishi haqidagi o'tkir dalillarni Alloh bizga deb qo'ygandan keyin bir dalil var deyapti bu yerda. Bir dalil varki, hech kim buni inkor qilolmaydi va buni xatoga chiqarolmaydi bu dalillarni. Yani bu kadar ro'shan dalillardan keyin Allohga qanday qilib inkor qilasizlar? Qanday qilib kofir bo'lasizlar Allohga? Nim deb tanisizlar uningga? Sizlarning bu xil inkoringlarning ne pakti yo'q va yoki mantiqisi yo'q. Sizlar uningga gap topolmaysizlar, dalil topolmaysizlar uningga deyapti Alloh. Bu yerdagi savol demak, avlaga inkor qilib bularni ayiblash uchun kelgan savol. Qandaqdir bulardan tushuntirish beringlar demakchi emas. Sizlarning bu ahvolinglarni tushungilolmaydi demakchi. Bunda deymiz-ku, bizning tildami bir odam inkor qilish tegishli ishdan birini qilsa, ya sizning qilgan bu ishingizni faqat tushunamadim men deyman. Tushunamadim deganlik, bilamadim deganlik emas. Bu bo'lmadi sizning bu ishingizni deganman. Masalan, o'zga loyiq olmagan ishdan birini qilsa, odatda deymiz ya biz odatda normalda. Bu sizning maishingizni faqat tushunamadim men. Nimda bunday ish qilasiz deymiz. Bu yerda maqsad uningdan bir tushunish talab qilmoqchi emas, ammo uning qilgan ishni inkor qilmoqchi. Alloh bu yerda keltirgan kayfiyatda shu xil ma'noda keltiriluglik. Xuddi biz birovga boshqalarga, "Hey, dadangni nimda tillaysa, qanday qilib dadangni tillab qoldi?" Masalan, dadasini tillayotdi. Deymizki unga, "Kayfiyatda sud bu abak." "Hey, dadangni qanday qilib tillab qolding? Nimda tillayotsa uni" degan gapda bu yerda. So'moqchi emas maqsad, ani inkor qilayotgan gapda. Yoki u qilgan birov qilgan ma'lum bir ishdan hayron qilish, u qilmaslik kerak bo'lgan bir ishni qilgan odamdan hayron qilish degandek mushu xil ma'nolarni ifodalash uchun keladi. Har ishkilisi bu yerda ush ma'no uchrashudi. Ya'ni kayfa takfuruna billah degan oyatdan Allohga qandoq kofir bo'lsa degani, bayat degandek tavbih uchun, kufrlarning qilmishini ayiblash uchun desakmi bo'ladi yoki hayron qilish ne bu normalda bu bunda bo'lmaslik kerak deb bu nima deb kofir bo'lsalar shuncha kuchli dalillar tursa degandek bir taajjubni ifodalash uchun bo'ladi. Kilahuma ikkili ma'no bilan uyg'un keladi, mos keladi. Mayli oyatning maqsad kufrlarga nisbatan ayiblash olsun yoki kufrlarning ahvolidan taajjub qilish olsun, maqsad o'xshash, maqsad bir. Ya'ni bu sizlardan yuz berishi loyiq bo'lmagan ahvol. Yani şunca delillerden keyin Allah'ni inkar qilish bu loyiq emas demakchi bu yerda. Ondan Allah subhanahu va taolo hech kishi uni inkor qilolmaydigan yoki takzib qilolmaydigan, yolg'onga chiqarolmaydigan bir dalillarni keltirib da'vatidi. Va kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum. Tamam, boshqa dalillarni qanchalik inkor qilib, u dalillarga qanoat qilmaganliklarini da'vo qanchalik qilib ketinglar, ammo bu yerda bir dalil bor. Siz inkor qilolmaydigan bir dalil bor. U o'simi o'lim masalasi. O'zinglarning tirilish, yaratilish, o'lish masalasini ko'z oldinglarga kelib baqinglar. Oldinglarga qo'yib baqinglar, buni inkor qilolmaysizlar. Ahvol mushtoq ekan, nima deb Allohni inkor qilasizlar? Nima deb Allohga tanisizlar? Demak, bu yerdagi gap qanday o'tkaldi desa, hayot mavtning asliga o'tkaldi. Alloh yuqorida munofiqning gapini qildi, kuffarning gapini qildi, fosiqning gapini qildi. Alloh dunyoga tushirgan tartib, manhaj, yo'lning gapini qildi, iymon, kufr masalasining gapini qilib ketib o'tib, gapni nega o'tkadi? Hayotlik va o'lim asosiga o'tkilib, ashyadan tushadi. Shu yerdan boshladi-da. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo kofirlar, fosiqlar, munofiqlar ziminda buzuq ishlarni, yomon ishlarni qilish, buzg'unchilik qilish qatorliq ishlarni bayon qilib qo'ygandan keyin Alloh ulashga buyurgan ishlarni uzish qatorliq bu ishlarni bayon qilib qo'ygandan keyin bu yerdagi munozara o'lim va hayotlik haqidagi gapga o'tkaldi.
Ölüm hayatlık meselesi. Meyli pasıkın olsun, meyli küpürün olsun, meyli müşrikin olsun, münafıkın olsun, kelmez bir delil koyay, bir paketini bayan kılay, hiç kaysın inkar kılamaydıgan bir hakikat ölüm hayatlık meselesi. Kuntum emvaten fe ahyakum degan ayatga kelsak, bu degan munozirga kelmaydigan bir gap buni. Bu munozir qilinmaydigan masala. Bir odamning asli hayot bo'lmasligi hammadan biladi buni, kichik bola biladi. Men shu 30 yoshga kirgan bo'lsam, 30 yil ilgari dunyoda yo'qdim. Buni hammadan biladi. 10 yoshlik bola 10 yil ilgari dunyoda yo'qdi. Ya'ni har odam mayli uning ideologiyasi, pasiq, kufr, mushrik, nifoq nima bo'lsin, uning ideyasi o'zining ilgari yo'qligini e'tirof qiladi. Şu munozir ketmaydi onunğa. Hayotga kelganligini e'tirof qiladi va o'ladiganligini, keskin hayotdan ketadiganligini e'tirof qiladi. Bu yerda qilib qolgan bir masala bor, ketib bo'lgan degan qayta tirilish masalasi. Allohning dal bu yerda keltirayotgan dalili yo'qdan hayotga kelding, hayotda eding, dunyodan ketsa cho'qim, endi yo'q holatda hayotga kelganingdek kep bo'lgan hayotdan dunyodan ketganingdek, ma ishga haqiqat sen e'tirof qilgan haqiqati va mush ishga haqiqatning yuz berganini sen e'tirof qilganingdek, qaytadan hayotlikqa kelishingni e'tirof qilishing kerak. Sen ma ikkisini e'tirof qilsang, ani e'tirof qilmaslikka hech daliling yo'q, hech fakiting yo'q uningga. Chunki yo'qdan kelgan zot, dunyoga akab bo'lib aktalgan zot, ya'ni qaytadan sen aklaydi. Agar yo'q desang, yo'qdan birini keltirib baqsan yoki dunyoga kelib oldim-ku, menga birisinin kuchi yetmaydi degan asosda dunyodan ketmay yo'q. Sen xohlamagan shaklda dunyoga kelsa va xohlamagan shaklda dunyodan ketsa va shundaqla xohlamagan shaklda qaytadan tirildirsa, bu bir haqiqat. Buning oldingi ishki muqaddimasini sen e'tirof qilsa 100%. Buni inkor qildigan odam bo'lmaydi dunyoda. Ammo oxirgi bir parchasini e'tirof qilsang, sen mu'min musulmon bo'lasan. Balkim bu din yo'liga ergashmaslik masalasi haqida munozir qila olishi mumkin kim bo'lsa, andaq mundaq sabab banolarni ko'rsatib, Alloh ulashga buyurgan ana qil, mana qil, a munosabatni bog'la degan ishlarni o'zish haqida munozirlarni qilishi mumkin. Voy unda, bu bunda deb uning har xil falsafalarini so'zlab. Ammo hayot, o'lim masalasida hech kishi munozir qilinmaydi. Chunki Allah subhanahu va taolo bizni bayatligimizdek yo'qdan yaratdi. Buni hammadan biladi. Yo'qdan yaratilganligimizni. Hech kim kishilarni yaratganligi yoki o'zini yaratganligini da'vo qilmaydi. Cho'qim hammadan o'zining yaratilganligini, yo'qdan kelganligini e'tirof qiladi. Payg'ambar alayhisalom kelib, kishilarga sizlarni yaratqini Alloh degan vaqtida hech kim Rasulullahni inkor qilmaydi va qilmaydi. Bunda bo'lishi, chunki biz amaliyotda dunyoda yo'qdik, buni hammadan biladi. Alloh subhanahu va taolo bizni paydo qilib bizga hayotlik berdi. Alloh subhanahu va taoloning "Summa yumitukum" andan keyin sizlarni dunyodan ayirib jininglarni oladi degani, hech odam o'zining o'ladiganligi haqida shak qilmaydi. Bu bir haqiqat. Keskin o'ladi, kesin o'ladi hamma odam. Ölüm kişilerinin hammasiga belgilangan. Yo'qdan yaratilish dalilan amaliy real bir ahvol buni hammadan biladi ham. Chunki biz so'zlayotgan, men anglayotgan sizlar yo'qdan paydo bo'lgan. Yo'qdiq biz asli. Ölüm ham amaliy his, tuyg'u va real mush ko'z oldimizda ko'ryapmiz, buning bilan isbotlangan, yuz beradigan bir ahvol. Hatto dinsizmi o'zining ayati ulamdi, o'g'in ulamdi, o'qimaydiganligini e'tirof qiladi. Bu ikkisi muhaqqaq ahvol. E'tirof qilingan ahvol. Demak, o'lim masalasi bizning har qanday bir dinsizga qarshi turadiki, birdan bir yo'limiz bizning. Dinsizga qarshi turadiki yo'limiz. Chunki dinsizmi o'lim masalasini inkor qilmaydi. Agar dinsizlar aqlning o'zi bir ilohiy manhaj, ilohiy yo'l, ilohiy kitob, ilohiy ko'rsatma kelmasami, aql orqali dunyoni, hayotni idora qilg'ili bo'ladi, aql yetarlik. O'lim g'ayb deydigan bir narsa yo'q deb da'vo qilsa, biz unga deymizki, xalqlarni kontrol qilib, xalqlarni yaratish jihatda, dunyoga akilish jihatda kontrol qilgan zot dal ölüm noktası, xalqda ölümni kontrol qilgan zot shu.
Agar dinsizlar bizga ko'z oldimizdagi hayotmish shu, ko'rgunimiz hayotlikmish shu, ko'rayotgan bu hayotlikdan boshqa narsa yo'q, sizlar deyotgan u yoki bu g'ayiblar mavjud emas deyilsa, uni deymizki, o'lim masalasi bor bu yerda. Bizni yo'qdan borliqqa keltirilganligimizni e'tirof qilasizlar. O'ladiganligimizni e'tirof qilasizlar. Buni cho'qim kontrol qiladigan bir zot bor. Hayoti dunyo ikki tirnoq o'tirisidagi bir bosqich. Birinchi tirnoq Alloh bizni yaratdi, paydo qildi. Bu bir tirnoq. Hayot safari ikkinchi tirnoqqa qarab mangadi. Bu ikkinchi tirnoqda bizning insonligimiz yo'qolib, hayotimiz to'xtaydi. U o'smi o'lim. Bizning hayotimiz ikki tirnoqning o'tirida. Birinchi tirnoq hayotlik, dunyoga kelish bo'lsa, ikkinchi tirnoq dunyodan yo'qolish. Muşning o'tirsa bizning hayotligimiz bo'ladi. Ya'ni biz Allohga qarab mangan bir safarda. Birinchi tirnoq yaratilish Alloh tarafidan bo'lgan, Allohga qarab mangvatimiz va bu hayot tirnoq bilan tugaydi-ki, Alloh tarafi. Ikki tirnoq Alloh tarafini ko'rsatadi. Keladigan va ketadigan. Demak, dunyo hayotining harakati faqat Allohdan bo'lgan yaratish boshlanishi va o'lim bilan bo'lgan oxirlish. Yani Alloh tarafidan yaratish orqali boshlanish, o'lim orqali oxirlashish. Bu tirnoqning o'tirishligi bizning hayotimiz shu. Yaratdi, boshlandi, yenimizni oldi. Yani o'ldik, tugadi. Bu bizning hayotimiz bu qadar. Endi bular bu yerga kelgan vaqtimizda bizga bir dalillarni ko'rsatib, aynak shishida çanlaştırıdığan, yitildirdiğan bala haqqida so'zlashi mumkin. Acaba Alloh yaratdi u bu deb ketdingmi? Bizning doktorlarimiz bugun kunda taraqqiy qilib, aynak shishida bala yitildirdiğan bo'ldi deyishi mumkin. Buni arab tilida atfal al-anabib deydi. Bizning Uyg'ur tilida doktorlarning og'zidan anglagan atalg'ularimizda shu aynak balası. Aynak balası degan nima bo'lsa, er kishi bilan ayol kishininki, er kishining spermi uruqi bilan ayol kishining tuxumchisi changlashish, mag'lubiyat bo'lib, bala ko'ranmaydigan, tug'maydigan ahvol bo'lib qolgan vaqtida er kishining spermisidan uruq elib, ayol kishining tuxumchi elib, ikkisini aynak shishida changlashtirib, ma'lum bosqichga yetgandan keyin Andikin ayol kişinin balayatqusqa aynak şişidin elib quyudu. O ayol kişi toğudu. Bu mesela ayol kişininki balayatqı eğizli bir məsələ var. Yoki balayatqısı dəstəbdə götürənməydi. Bu degəndək bir xil səbəblər bilan üsbitlənməy qalğan əhval astıda qılıdığan bir işlər. Bunu özücə xuddi insan yaratqan urunda turib bizga delil qilib ko'rsatdi. Biz ballani mashta yetildiraymiz. Masalan, tug'madi ma ayol, biz uning tuxumni elib, tuxumchini, er kishining spermisidan uruqni elib, changlashtirib aynakda ma'lum mazgil o'tgandan keyin ayol kishining balayatqusiga qo'yamiz, ayol kishi tug'di. Mana deb buni paran qiladi bular. Buni deydi bizga delil sifatida. Bu aynakda bala yetishtirish degan qandoqdir bularning mustaqil odam yetishtirish jarayoni emas, bu faqat tug'maslikni davolash uchun beriladigan bir jarayon. Undan ortiq narsa emas bu. O normal, o boshqa ish emas bu. Ya'ni bular buni jahiliyatga tasvirlab, xuddi bir odam yaratgandek bir holat tasvirlayapti. Bu yerda bo'ladigan umumiy ishni akib sizlarga deb bersam, bayatni deb berdim, shu nima desa, ayol kishininki, ya'ni uning balayatqi eg'izi tusoq bo'lib qoldi masalan, mushta bo'lib qolgan vaqtida, mushta bo'lib qolgan ayol kishining balayatqusidan tuxumchini elib, yoki tabiiy changlashish bo'lmaydigan bir ayollar bor masalan, nima demak, bir tusolg'ular bor balayatqusida, mushta ayol kishilardan tuxumchini elib, ayol kishining balayatqusidan buni er kishining spermi uruqchisi bilan changlashtirib, ondan keyin buni qaytadan anining balayatqusiga qanaqadir qo'yadi. Buni yetiştirish jarayonida aynakda yetishtiradi. Buni arabchada atfalul anabib deb qo'ydi. Uyg'urchada shu aynakda yetishtirish deb ataydi hamda bizning doktorlarimiz. Undan boshqa atalg'ini anglamadik. Mushuning o'zini xuddi bir yaratish jarayonini tasvirlagandek tasvirlab, buni qildik-ku deb o'tirg'i chiqadi. Ya'ni bular
ameliyatda men bayatın dep bergen gepler şu jarayan. Doktorlardan sorap baksanlar buladı, doktorlar bunun artık demeydi jarayanı şu. Allah'ın mahlukunu elip, yani Allah'ın mahluku dediğimiz anının tohumcusu ve er kişinin spermi urukçusu. İkisi Allah ayol kişi ve er kişi yaratkan mahluk. Bunu alıdı. Bunların kılıdığın bütün işi çanlaştırdı. Manda dep bunu etfalul enabib dep ataydı. Bu ameliyatta bir iş bilen atalığı. Çünkü yok kıyadın bir narsa barlık keltügünü yok. Ayol kişide ba'a uruk. Er kişide ba'a ayol kişide a tohumcu ba, ayol kişide er kişide a uruk ba. Eğer er kişinin uruku çanlaştırış kımı yaramasa onu mümkün emez. Çoğum yani bu xil jarayan, davalash jarayanının şerti er kişinin uruku jallaq bo'lishi kerak. Çanlaşalish kerak. Ayol kişide şu çanlaşalgıda tohumcu bo'lishi kerak. Eğer er kişide olmasa, ayol kişiden olmasa mümkün emez. Er kişinin mi çanlaştırışqa yaramlı bo'lishi kerak, ayol kişinin mi çanlaştırışqa yaramlı. Şunda olgan, demek ikkilisinin elingan narsa Allah'ın mahluqi yana o'xshash. Bular hech nima qilmaydi-ki, faqat bir muhit hazırladı. Ayol kişinin ballayatqısı şununla yarmagan vaqtda ballayatqıga o'xshash aynakda muhit hazırladı. Başqa hech qanday ish qilmadi bular. Xuddi bularning bu aynaki, mayda unbu badab eliqliq kitobda bu iliqi bunda nokech turba degandek gap, lekin biz Uyg'ur tilida aynak deb atashqa aynak deyapti. Aynak bir yarata oladiganlik amaliyot unda emas. Bu yerdagi ananing tohumchisi, er kishining sperma urug' eshkilisi Allohning mahluqidan. Bular hech nima yaratmadi. Biz ularga deymizki, agar sizlar ölüm, hayotlik imkoniyatiga ega bo'lsanglar, yani sizlarning qo'linglarda yaratish yoki o'ldirish bunda imkoniyatingiz bo'la olsa, jonli elish. Sizlar minglarcha dollar, minglarcha junaylarni xarjlab utuq qazanmaslik ehtimoli bo'lgan tug'maslikni davolashning o'rnida o'layotgan bir insonni qutqizsanglar to'p. Masalan, bir odam necha dollar xarjlaydi, necha ming xarjlaydi. Tug'ma so'g'anlik uchun davolanib tug'maydi. Bir odamni dunyoga keltirish uchun. Bular buni bayatdan qadar davo qilishdi, biz mashta qildik, davoladik, tug'dira oldik, ana tug'ildi bir odam yar. Agar siz buni qilganning o'rniga bir odam o'ladi, masalan, 40 yoshlik, 50 yoshlik, 30 yoshlik odam o'lish kirdiorqa, aning o'limini oldini ep qilinglar masalan. Yomon bo'lsanglar. Ya'ni o'xshash dunyoda bir hayotni saqlab qolgan bo'lasizlar. Ya xuloslaydi birodarlar, o'lish yaratilish meselesi qat'iy insonning qo'lida emas. O inson uni to'sab qololmaydi, keltirilmaydi. Hammasi Allohning iznidan bo'ladi. Bir odamni hayotda qoldirib qo'yinglar, lekin qilolmaydi uni. Normal Allah yaratgan qonuniyat bo'yicha bo'ladi hamma ishlar. Ammo bular undan chiqib ish qilolmaydi. Bular da'vo qilayotgani johillik da'vo. Demak, o'lim amaliy biz ko'rayotgan bir masala. Ölüvatıdı adamlar, her qimmatlik insonlar ölüvatıdı, her amaldorlar ölüvatıdı, puldarlar ölüvatıdı. Bu iniq. Bunu to'sab qololmaydi. Shuningcha Alloh subhanahu va taolaninki inson aqliga qilgan rahmatidan birisi g'aybiy ishlarga nisbatan Alloh bizga shu g'aybiy ishlarni mushohad shaylar bilan yaqinlashtirdi. G'aybiy ishlarga ishonmayman, men yo'q ko'zim ko'rmaganga ishonmayman desa, biz biladigan ishlar bilan buning dalil keltiryapti bu yerda. Endi uylamni sen ko'rib turibsa, ko'z oldingda tuqqanlaring o'lyapti, dadang, onang o'lyapti, bolalaring o'lyapti, do'st yoralaring o'lyapti. Buningga qaramana, buningga dem deysa demakchi. Qanda? Ya'ni inson o'ziga qaragan vaqtida o'lim masalasiga tushunmoqchi bo'lsa, o'zi bir tirik. Ama insan özü tirik insan özünü Allah'ın qanday tirikligini uqmaydi endi. Qanday yaratganligini uqmaydi endi. Yani insan özünü tushunmaydi demekçi. İnsan qanday yaratildi. Allah subhanahu va taolo bizga Qur'oni Karimda yaratishning g'ayb ahvollari, yaratishning jarayonlarini so'zlab berdi. Ama insan onu ta'bir bermaydi. Qanday bir insonning yaratilish jarayoni haqida so'z demaydi onu. Şu tug'ildimlam deydi endi. Tug'ilishning oldida holat qanday holat? Ama Kur'an bunu bizga deb beradi. Da'vatudiki insonni to'pidan, laydan, qarlaydan yaratib, buningga jonni puligan, jon kirgizgan da'vatudi Qur'an.
Bir neçe ayet okuydu bu hakda. Sura Hac'ın 5. ayetinde in kuntum fi raybin minel ba'th fe inna halaqnakum min turab. Biz sizden topraktan yarattık devatıdı. Sura Mü'minin 12. ayetinde ve laqad halaqnal insana min sulalatin min tin. Biz insanı layının cevherinden yarattık devatıdı. Sura Saffat'ın 11. ayetinde inna halaqnahum min tinin lazib. Yani biz insanı lepişqaq laydan yarattık devatıdı. Sura Hicr'nin 26. ayetinde ve laqad halaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Biz insanı laydan, qara laydan elingan quruq laydan yarattık devatıdı. Sura Sad'ның 72. ayetinde fe iza savvaytuhu ve nafakhtu fihi min ruhi. Ben onu yaratıp yasap, tayalab, ona can kirgizdim. Allah insan demek tertip şu. Jaryan şu. Ma Allah'ın bizge bergen yaratış jaryanı topudan, laydan yaratıp ona can kirgizdi deydi. İnsan bu jaryanlarni okumaydı. Kur'an bundan haber berip bizge. Yani Allah subhanahu ve taala biz körep bakmagan bilmeydigan yaratılış jaryanı hakkında bizge haber berip. Bunu biz okumaymiz. Şoň aşky inkar kılatımız. Dinsizler inkar kılatıdı bunu. Bununla Allah'ın biz inkar kılanmaydigan bir narsa bilen delil kılatıdı. O olsun ölüm meselesi. Ölüm meselesi hemmeylenden köz aldıda bulunduğun bir iş. Dedim ya çoğun küçük, toň pişik, qaysı xil ideologiyadaki, qaysı xil dinge işinadigan, yak dinge işinadigan hemmeden ölümni itiraf kılıdı. Demek bu ölüm bizge nispeten köz aldığımız yüz beradigan iş boğaçka Allah subhanahu wa ta'ala bu ölüm meselesine biz kömey itiraf kılmawatkan yaratış basqıçlarga delil sifatida keltirip atıdı. İnsan yaratılışını kömegenlik için inkar kılatıdı. Ama ölümni kögen boğaçka, itiraf kıldıgan boğaçka Allah ölümni yaratışka delil kılıp atıdı. Ölüm hayatının yok oluşu, hayatının kemletilmişi, kemletilmişi demektir. Allah subhanahu wa ta'ala bunun basqıçlarını, hayatının basqıçlarını bizge depedi. Lekin o gayb biz onu kömüdük. Lekin velakinnellezî halaq qal bizni yaratgan zat devatıdı. Men seni topunu yarattım devatıdı yukarı ayetlerde. Laydın yarattım devatıdı Allah. Men seni nemedin yarattım? Qarlaydın yarattım devatıdı Allah meyede. Men seni sapalga okşaş quruqlaydın yarattım devatıdı. Mesela su topunun üstüge koyulsa lay oludu. Layını birden kop koysak rengi özgürüp sapal quruqlay oludu o. Sapal qurup qarlay oludu o. Ondan keyin bunu insan şekliga kirgizib Allah subhanahu wa taala bunu can kirgizib ondan keyin insan boldu o. İnsanın yaratılış tasviri Kur'an-ı Kerim'deki. Ondan keyin ölüm keledi. İnsan dünyaya kelip bolgandan keyin ölüm keledi. Bu hayatlıqның buzuluşu. Hem de her şeyinin buzuluşu quruluş aksi bilen buludu. Bir narsani yasadık. Buza olsak del ta'tir buzumuz. Bir narsani astidan yasap üstüge chiqqan bolsak, buza olsak üstüden astiga buzumuz. Oňdan yasap solga kelsak, buza olsak soldan oň. Demek qandaq narsani yasap bulup buzmakçı olsak del aksi yol bilen yani kelgen qadamimizni keynimizge alamiz. Biz bir yerga bardyk, mayol keynimizge yanıl demekçi olsak kelgen qadamimizle yanımız. İnsan qanday yaratıldı? Topudan, laydan, quruqlaydın, qarlaydın, sapaldın yaratıldı ya, can kirdi ya. Endi bu ölmekçi olsa, asildagi holatga qaytmoqchi olsa, kelgan mush tartib bo'yicha keyniga yanadi. Eng oxirida jon kirgan bo'lsa, eng burun jon chiqadi. Ondan keyin tuproqqa qo'yiladi, qoriydi, badani qurib, chiriydi, to'pog'i aylanadi. Eng oxirida asli yaratilgan to'pog'i aylanadigan. Mana shuni jarayanmish shu. To'pidan, laydan, qarlaydın, sapallaydın, shuni ama yaratılıp andın keyin can kirip insan bolgan bolsa ölgende can çıkıp aş kelgen tertip boyunca keyniga qaytıdı. Yani bir binanın quruluşu astidan üstüge başlanadı. Bunu yıkış üstüden astıga başlanadı. Şoňaşqa har qandaq seferinin en ahirki basqıçı qaytışıldaki tunji qadam. Biz bir yerge berip bulup en ahirki bargan nokta bizning qaytish tunji qadamimiz hisoblanadi. Bu bir misal. Mesela İskenderiye'ye sefer kılsak,
biz qayta şuurdagi tunji o'rin shu berib bo'lgan eng oxirgi o'rin bo'ladi. Bu bir normal hammadan bildigan masala. Jasaddan tunji chiqadigan narsa jon bo'ladi. Jon jasadga eng oxirida kirgan narsa. Shu kirgan yerdan boshlanadi. Ondan keyin jasad qotadi. Qarlayga o'xshash bo'ladi, chiriydi, salsal, ya'ni quruqlayga o'xshash bo'ladi. Ondan keyin parga aylanib, jasaddagi suv parga aylanadi, jasad to'piga aylanadi. Bu ahvol. Ya'ni o'lim hayotlik shaklininki buzilishi mana bu bo'ladi. Qana shaklda desa, Alloh bizga bayon qilgan basqıçlar bilan mas şekilde. İnsanı qana yarattı. To'pidan, laydan da yaratib can kirdi ya. İnsanın ölümü qanday bo'ladi? Can chiqadi, quruq layga o'zgaraydi, undan keyin tuproqqa o'zgarib mashta bo'ladi. Xuddi yaratilgan jarayon bilan o'xshash yo'qotiladi. İnsanın bu ahvoli bu. En ahirde Allah subhanahu wa ta'ala nim deydi? Thumma ilayhi turja'un. Ondan keyin Allah sizlar Allah tarafiga qaytarilasiz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni hisob elish uchun kirgizdi. Kuffarlar, dinsizlar, maddi felsefe sahipleri yaratılış, qayta tirgizilish masalasini inkor qilishga tirishib baqdi. Bunu biz bugun 21-asrda taraqqiy qildik, voy biz degan buni tushundik deb o'tirg'i chiqib nurg'un fikrlarni tashlaydi. Qarab baqsak, o tashlagan fikrlarda hech yangilik yo'q. O'z vaqtida Rasululloh vaqtidagi dinsizlar nima degan bo'lsa, ayni shu gap yana. Ya'ni bular yangi bir gap keltirilmadi bu haqda. Ya'ni shu ilgirki jahiliyat sohiblari degan gapning aynısini keltirdi. Masalan, Qur'oni Karimda ilgirki jahiliyat sohiblari deganni Qur'on bayon qilg'ili. Bular deydi ki, "Vaqalu ma hiya illa hayatuna dunya." Bu biz yaşayotgan bu hayotning ta'biri faqat mush dunyo hayoti. Namut va nahya. Ölümüz, türlümüz şu dunyoga keldik, ketdik. Va ma yuhlikuna illa ad-dahr. Bizni yo'q qiladigan vaqt, davr. Ya'ni vaqtning o'tishiga ergashib tug'ilamiz, vaqtning o'tishiga ergashib qaraymiz tugaydi. Hayot shundan oxirlashida bu xil ta'bir biriklik. Bugungi ta'birchilarimiz shu, bugungi falsafchilar, bugungi dinsizlarning deydigini shu bar ortiq kep yo'q ularninki. Endi nima uchun u qadar bir xil ta'birni birida umidsiz ta'birni desa, chunki kafir. Hadidin üzgü zulm qilib, hadidin oshgan odamning orzusi tirilish hisob bo'lmaskan deydi. Bununla hayran qaldığı adamlarga deymiz. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni yo'qdan yaratgan Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni asliga qaytarishga qodir. Chunki sizlar burun yo'qdinglar. Undan keyin dunyoga kelgan vaqt kuntum mavjudin, dunyoda bor bo'ldinglar. Undan keyin yana qaytadan o'ldinglar. Yana qaytadan tirildirishga qodir. Kafirlar haddan oshgan zolim fosiqlar o'zining qilib qo'yganini biladi. Qaytadan tirilib hisob berilish faqat yoqmaydi bularga. Çünkü bular bizning butun hayotimiz mushu, yeb, ichib, o'ynab, boshqalarga zulm qilib, elib, kiyvelib o'tkinimiz hisob mushta bo'lishni arzu qiladi bular. Allah Qur'oni Karimda bu haqda deydi: "Va huvallazi yabda'ul xalqa." Allah yaratishni boshlagan. Thumma yu'iduhu. Ondan keyin uni qaytaradigan zot. Bu oson Allohga. Va lahul mathalul a'la fis samawati wal ard va huval azizul hakim. Bu intayin qulay. Odatda ilgiri bo'lgan narsani paydo qilmoq yo'q bir narsani hech qanday bir misolga qaramasdan, ilgari bo'lgan misolga qaramasdan, bir narsaga o'xshatmasdan paydo qilishni oson. Burun yasilib bo'lgan bir mashinani ikkinchi qitim yasamoq qolayki, yo'q uslubda bir mashina yasalsa, uning ishi ketadi. Shunga o'xshagan masala. İnsan burun yo'qdi, buni hammasi e'tirof qiladi. Dunyoga keldi, buni hammasi e'tirof qiladi. Ya'ni o'ldi, buni e'tirof qiladi. E'tirof qiladigan bir masala qiliqliq, qayta tirilish masalasi. Bu qolay. Chunki yo'q yerdan paydo qilgan Allah, paydo bo'lgan inson asli keltirmaka bu oson. Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taala kuffarlarga raddiya qaytirib deyotdi: "Va daraba lana masalan va nasiya xalqa." Kafir inson, haddidan oshgan inson o'zining yaratilish ahvolini unutib bizga manda dalil keltirdi deydi. Qala man yuhyil izgama va hiya ramim. Chirib ketgan so'ngni kim tirgizadi deydi. Dan Muhammed Aleyhisselam bu chirib ketgan so'ngni tunji qitim paydo qilgan zot paydo qiladi. Allah bi kulli xalqin alim. Hamma xalqini biladi. Yaratilishning butun jarayonini Allah biladi. Aslında yo'q diye inson, onu paydo qildi ya.
bundan keyin yeni yarata alaydı. Dang davatıdı. Allah bunu göre diye bir vatıdı. Mana muşunun okşaş qaytıp türgüzüş Allah'a nispeten yeniden yaratkandan bu kolay. Her şey Allah subhanahu ve ta'ala'nın nezirde Kitab-ı Mubin'a yezip etilingan Levh-ül Mahfuz'a zimin insanın bedenidin yep ketken cesetlerini kıyamet günüsü yeniden tirilip kopuş için qaytırıp biradı. Muhammed'si Allah'ın kudretine nispeten çok zor işler emas. Zemin, asman zemin yaratış, insan yaratıştan büyük ameliyatda. İnsan yaratış onda kıyın iş emas. Biz asman zemine karab baksakla vay o insanın yaratılışı ne mi o? Kur'an-ı Kerim'de bunu devadı. La halqus semavati vel ard ekberu min halqin nas. Asman zeminin yaratılışı, zeminin insanın yaratılışından çok. O asman zeminin içindeki sistemine qarğa vaqtda insan degan yo'q gap. Walakin aktharan nas la ya'lamun. Lekin ko'pchiliklar o'qimaydi bu nuqtani. Demek mesele şu. Bugünkü ayetimizdeki asaslı oturuq qo'yayotgan mesele şu. Yani hech kim inkar qilmaydigan bir haqiqat va hayotlik va o'lim meselesi. Bunu oturuq qo'yib turib, ahvol mushta tusa, sizlar qanday qilib Allohni inkar qila olasizlar? Nimani sabab qilib ko'rsizlar endi bu meselede? Çünkü inkar qildigan yerini yo'q demekçi. Ayetning oxirida Alloh deydi: "Summa ilayhi turja'un." Oxirida Alloh tarafiga qaytirilasizlar. Ammo ayet mushu bölükki mu'minlarga nisbatan intayin aram baxsh his qildiradigan xat. Chunki dunyoda hech kimning xafalik tatib, jafo mushaqqatda yashab, azoblanib yashab, yana dunyodan azob bilan ketib hech nimaga erishmaydigan bir holatga qilib qirishni hech kim xolamaydi. Mu'minga nisbatan Alloh xotirjamlik ato qilib deydi-ki, siz xotirjam bo'linglar, sizning butun mukofotlaringlarning hammasi Allohning qishda, Alloh tarafiga qaytarilsa. Mana bu iymon etganlarga nisbatan bir xotirjamlik. Madam biz Alloh tarafiga qaytib, Alloh tarafidan keldik ya, Alloh tarafiga qaytadigan shop qolsa, xalas hech qanday bir xotirjamsizlik yo'q. Hayatning boshlanishi Alloh tarafidan, oxirlashimi Alloh tarafiga. Andogan degan hayatning o'zini kimga qiladi? Chunki Allohdan keldik, Allohga qaytamiz, o'tirdagi vaqtmi ham kim uchun bo'lsin, Alloh uchun bo'lsin. Cho'qim biz bu yerda shu nuqtaga diqqat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizdan o'limni, mayli zaman, makon, sabab, yosh nuqtasidan bizdan yushudi. Biz o'zimizning qachon o'ldiganligimizni, nada o'ldiganligimizni, nima sabab bilan necha yoshda buni o'qimaymiz. Buning o'zi bir cho'ng bir ne'mat bizga nisbatan. Bo'lmasa bizning 10 yillik vaqtimiz qolsa-mu, bizning beshimizga ham tushadi. Ammo aytlab ketishi mumkin. Mana xotirjam o'tirib so'zlayaptim masalan. Alloh bu o'lim masalasini bizdan maxfiy qilishi, uni bizdan yo'g'otish bitlay emas. Faqat maxfiy qilishi biz har lahzada o'limni kutib rahat yaşaş için. Eğer belgilenip kalsa belki uzunroq, mesela o 20 yıldayken sen 90 yaşta ölse dese, artık 60 yıl bakyan Allah deyip ben dünyada nurgun işlerini koyup koyuşum mümkün. Çal karışım mümkün nurgun işler. Vaxtida qilib etmeslik mümkün. Ama ben şu tapta minut dinken ölüşüm mümkünlüğü işinime. Bir saat dinken zeminin üstünde yok oluşumga işinime ben. Yok oluş mümkünçilikimge. Şunun başka vakitten çoğun tutup her zaman Allah'ını eslep Allah'ını unutmayma. Mana bunun bu ehmiyeti bu. Mana bu ölümni bu kengkülem şekilde bir bildiriş. Kişiler yaxşı amelge aldırsın, savabga aldırsın için. Çünkü dünyada cezim kılınadigan bir yaş yok. Ben 50 yıl yaşayman, keskin onda değil olmaydı. Hatta küçük balamı özünün ömrüge emin emez. Yaşmı özünün ömrüge emin emez. Oturhal yaştakilerimiz özünün ömrüge emin emez. Çoğun aşka aramızın bizden hemmeden yaxşılıkka aldırışı gerek, ölüm tuyuqsuz kep qilib asipeti ölmeslik üçün. Bunu hemen qo'rqimiz ham. Gunoh ishlarni qilish to'g'ri kelib qolsa-mu, mushibati o'lib ketsam, nim bo'lib ketar, sat o'lib ketaman, rasvochilikda o'lamanmi deydigan bir xil tuyg'u bilan diqqat qildigan gap. Biz bu yerda shuni bir mulohiza qilib o'ylanib qolamiz. Hayot qissasi Alloh buni bir oyatda keltirdi. Allohga qaytish masalasi bu bir mu'minlarning jazm masalasi. İnsanlarını Allah'ın yoluna mecburlaydı. Allah'a qaytish meselesi. Allah'a qaytishlar degan nokta kallaga singan vaqtida yumush yo'lni, Allohning yo'lini ching tutay deydigan bir xil holat bo'ladi. Shuni ular halol yashaydi. To'g'ri yashaydi. Bularninki bu halollikni, Allohning yo'lini, Allohning manhajini ching tutishi bilan jannatning yo'liga boshlaydi.
Ata-ana dünyadan ketgenden keyin ballarga nisbeten hatırjam boludu. İnsan dünyada özü salih hop yaşasa, kelgüsü ballardan hatırjam boludu. Yaxşı adamның qılğan əmili özünkin ballarga təsir göstərdi. Qur'an-ı Kerimdə buna dalil intayin köp bir ayet ekeldik. Sura Nisa'nın 9. ayetinde "Vel yaxşellezine lew taraku min khalfihim zurriyeten da'afan khafu alayhim." İnsanlar deydi. Özünün yetim ballarını taşlap koyup ketip ensirgenge oxşaş başqalardan ensirsin. Başqalarının aldığını xabar alsın. "Felyettaqullaha vel yaqulu qawlan sadida." İnsan yaxşı amal qılsa ballarından hatırjam bolsun buyurdu. Demek bu yolunu çın tutup mangan adam Allah bilan uçuruşqa hatırjam boludu. Allah'ın mukafat berdiganligiga hatırjam boludu. Ahiretki iman etmeydigan adam Allah'tan hayatını aldı, menfaatsiz işlerde tüketti. Özünün hayatını bihuda ötkazdi. Andan keyin kıyamet günüsü hesap bilen dozaqdan başqa hiç min tapamaydı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa taala deydi: "Vellezine keferu a'maluhum kesarab baqi'a." Kafirlarning dunyodagi ishlari bir sarabga o'xshaydi. Yiroqdan ko'ringan, ko'zimiz gaz ko'llar ko'rinadigan bir lovuldab turadigan, suv ko'rinadigan narsaga o'xshaydi. Ustab qolgan odam sudab o'ylaydi, qashaq kelsa hech nima yo'q. Dunyoda qilayotgan dinga Allohga ishonmay, voy uni qildi bu, hammasi shu xil narsa, tuzang, chang tuzanglar. Ya'ni kafir oxiratda xiyolida bo'lmagan Allohga tuyuqsiz uchraydi. Alloh uni qilgan ishlaridan hisob oladi. Mana bu qiyomatda bo'ladigan ahvol. Endi shu oyatning oxiriga kelsak, va ilayhi turja'un degan mushu oyatda ikki xil qiroat va Qur'onning qiroatida birisi tarji'un, ya'ni birisi turja'un. Turja'un bo'lgan vaqtda Uyg'urchadagi ifodalaydigan ma'nosi qayturlislar bo'ladi. Mayli bir xil majburlik bor. Sizlar xiyol qilmaydinglar, o'ylamaydinglar, oxiratga qaytish degan narsa yo'q, tek Allohlarda qayturlislar. Razı olmasanglarmı? Terci'un o vaqtda qaytsizlar, ixtiyorli uqumi var. İki xil ma'no chiqadi bu yerdan. Ya'ni iki xil qiroat va bu iki xil qiroatning birinchi xilisi shu tani pesh o'qigan vaqtga turja'un deganda men bayatni degandek, ya'ni ma'nosi qaytishga majburlanisizlar. Majburlanamiz degan bo'ladi. Yani Allah tarafiga qaytish vaqti o'zimizning irodasi bilan bo'lmaydi. Bu kimga uyg'un keladi bayatni deganimdek, Allohga qaytishni orzu qilmaydi. Qaytmaslikni orzu qiladigan kafirga mas keladi. Chunki kafirning faqat qaytgisi yo'q, qaytish xiyolim yo'q. Ammo ikkinchi qiroat bayatning tarji'un degan qoyatning ma'nosi qaytsizlar degan bo'ladi. Ya'ni o'zimizning irodasi bo'ladi. Bu mu'minlarga mas keladi. Mu'minlar Allohga qaytishni iroda qiladi, umid qiladi, chunki Allohning ularga hozirlagan noz ne'matlari bu mu'minlarni o'z tarafiga tortadi. Şunu bilen bugünkü dersimiz yani 28. ayetning tefsiri oxirlashdi. İnşallah kela saatlik dersimizde görüşeyle ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin.